ukam bilan dragonni o'ldirishga harakat qilamiz. Videoni mazza qilib ko'rib, shunaqasidan qilishga men buni ismiga e'tibor bermaysiz, mayli, hech boqa qilmaydi. Biz vijivaniya qilib dragonni o'ldirishga harakat qilamiz. Mana o'zi ham kallasini qimirlatyapman bolakay. Davay, daraxt ko'ylaymiz. Bor o'zing daraxtni ko'yla. Qani daraxtim mana? O'li. Minecraft o'ynashni bilaman, ozgina. Uncha narsalarni yasashni bilmayman, lekin yangi narsa qo'shilgan ekan Minecraftga. Bu menimcha eng oxirgi versiya va hozir buni bilamiz. Qani va kiramiz. Yo'q, bu bizda bor. Mana bunday yasalar do'stlar. Bu yoqqa bu. Bunda. Bizaniki eng oxirgi versiya emas ekan. Adashibman. Mayli, bo'laveradi. Sen anaqaga kirasan, men shaxtaga kiraman, sen bor anaqaga kir. Daraxtchoq. Men bu shaxtaga kiraman-da. Endi bizda shunaqa kapelnik soliga zo'r bu, lekin unaqasidan ko'p odamlar kirmaydi deb bunga. Biz ikkalamiz creeper. Mana. To'qilla. O'zini qarang, ko'taligim. Bildim. Zato tekindan bo'ylab berdim. Kapelnik yo'qmi bo'lish kerak. Kerak bo'ladi hali. Davay, ko'yla. Sanam ko'yla. Verstak topki. Do'stlar, endi biz obuna bo'ling, iltimos, obuna, shu bizga obuna kerak. 50 ta obunachi yig'sa birinchi stream qilmoqchimiz. Kirib qarab ko'rishingiz ham mumkin. Shu agar qachonki 50 ta obunachi yig'ilsa, shu menimcha yaqin atrofda bo'lmaydi. Давайте 7-aprelga qilaman u efir, agar 50 ta yig'ilsa, agar 10-chi bo'lib ketadi bo'lmasa. Shunaqasidan-da do'stlar, endi biz boshqacha to'g'rishligi misla-yu, mayli, lekin bo'laveradi. Men normalni o'ynayman-da. Ukam o'zi gapirishni bilmaydi, salomlashishni ham bilmaydi prosta. Mana xatiyam chatga yozib salom deb. Qocha. Qanaqa qiz bo'ldimi? Yana dush chiqib ketdi. Verstak qani? Endi. Qo'y mana. Qo'ydim. Mana olamiz. Men ketdim, короче, men bu ikkala bu nima edi? Короче, bu senga badarka. Men ketdim shaxtaga. Do'stlar, biz juda ham kuchlimiz. Kuchli bo'lib ketamiz. Ayoqda yana bitta creeper paydo bo'ldi. Mana creeper. Menga yo'q, bermadi. Bitta ham jeleza yo'q, do'stlar. Mayli. Bo'laveradi menga bo'laveradi. Qo'yamiz. Bu joydan yaqinda ketamiz. Hali bunda ko'p qismlar bo'ladi. Bu 1-2 soatga cho'zilmaydi. Hammasi 10 yoki 15 minut bo'ladi maksimum. Do'stlar, shunda biz tezroq kuchayib, tezroq boshqa joylarga ketishimiz kerak. Zombi. Mustafa zombini eshitasan? Bo'l, tez ketdi. Nima qo'rqmayman. Короче, 20 ta nechta olding ketdi, короче, boshqa mahalla, boshqa joylarga uzoqqa ketib boramiz. Orqamdan mana bu yoqqa yuramiz, cheksiz mana bu yoqqa yuraveramiz. Normalniy biyom topmagunimizgacha. Mana unga qarayilsa normalniy biyom ekan. Do'stlar, bizga omad tilaylar va shu hamma narsani tugatib olishimizga hammasiga omad tilab turinglar. Keyingi video boshqa jaro bo'ladi. O'zi lava topdim. Voy. Lava topdim mana. Qanaqa dream?
Tepada sakrab tushdim. O'lmadim lekin. Normal bitta yarim ketgani yo'q. Просто. Bitta uyga topdi. Bitta uyga ketdi. Ay men o'lamamışım. Yo, o'qqa. Yo. Tuflab qo'yma. O'ldim. Yo, yarimta jon do'stlar. Yarimta jon. Omadliman. Sen tuflamayding. Omadliman do'stlar. Men shunaqasi omadim keldi. Hozir men o'lgan bo'lardim-da, hamma narsamni yo'qotgan bo'lardim-da. Men bir kapelnikka ham. Bu kapelnikka tuzoq qo'yishga kerak bo'ladi. Buni o'ldirmaysiz. Mana. Ke. Yaxki. Yo, mana bu daraxtni. Mana bu daraxt ikkitalik. O'zing chopini. Men qishloqlarni topaman, короче. Ketdi, yur. Qishloqlar men oddiy o'ylayman men. Yo, shu yerda bo'lish kerak. Bu hech qanaqa sidmas. Rostdan bu hech qanaqa sidmas. Agar hozir topsa savannada zo'r bo'ladi. Ketdik. Hop, mana ham qo'lim. Ketdik. Menda tarvuz bor. Tarvuz. Kim umrida qo'mi yoki tarvuz yegan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yamiz. Mamnun bo'lib. Tushundinglarmi? Davay, kommentariyaga yozamiz. Aytgandek, sizlarga qaysi? Rafinha yoki Mbappe? Kim sizlarga ko'proq yoqadi? Aytinglar. Rafinha yoki Mbappe? Lamine Yamal yoqadi. Ukam tupoy. Shunaqasini liboyini gapiraveradi. Boshqa temada ketsa ham boshqa narsani gapiraveradi. Do'stlar shunaqa. Menda ham shunaqada ketdi. Men ketaveraman. Bizga portal topsang yetmanga. Nezerga boraveramiz bittada. Oddiy qilib, men qo'nim o'tyapti. Kerak emas bizga.